Shahrizoda, ochiqchasiga gaplashaylik. 21 yoshdasiz, hali talabasiz. Aytarli doimiy keladigan baribir daromadingiz yo'q-da. U yerga yaxshigina summa to'lanishi kerak. Qiynalib qolgan paytlaringiz bo'lmaydimi? Chunki har bir intervyungizda aytasiz, men ota-onamdan yordam so'ramayman, moliyaviy yordam so'ramayman, uyalaman bundan deysiz. Men aytaymi, yoshligimdan, tabiatimdan shunaqa qiz edimki, o'zi psixologik tarafdan qaraganda ham mani nimam shu o'rganib chiqqanman. Men faqatgina boshliq bo'lishga, faqatgina shunaqa zo'r hayotda, ya'ni hammasi yaxshi bo'lishiga o'zim harakat qilib sababchi bo'ladigan qiz ekanman. Va rosa ham xohlardim shu 14, 15, 16 yoshlarimda mana shunaqa hozirgi holatimni rosa ham xohlardim va bu uchun doim harakat qilardim. Ya'ni qanaqa? Mustaqil, hamma narsani o'zi qila oladigan, hech kimga qaram bo'lmagan, boshliq, ya'ni meni aytgan gapim hamma joyda bo'lsin. Shu sayohatlarim, umuman shu hayotimni juda ham orzu qilib harakat qilardim. Va bu uchun albatta tinimsiz ishlayman, o'rganaman, o'qiyman va diniy bilimlarni ham dunyoviy bilimlarimga qo'shib ishlataman, doim duo qilaman. Shuning uchun menimcha hammasi juda ham tez va o'zim xohlaganimdan-da yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman. Va hozir endi maqsadim 30 yoshga kirganimda umuman ishlamaslik. Umrimning oxirigacha faqatgina shunaqa maza qilib dam olib yashash, shunga harakat qilib o'qib o'rganib izlanyapman hozir. Ya'ni ishonamanki 30 yoshga kirganimda men umrimning oxirigacha bemalol yashash holatida bo'laman. Hozirgi o'sha holatim ham to'g'ri, hammasiga o'zim sarflayapman, konkurslarga, chet elga chiqishlarim, bu proyektlarimga. Duo qilganim uchun, ota-onamni, buva-opoqlarimni doim roziliklarini olganim uchun menimcha hammasi tez o'xshab ketyapti. Xo'p, qiynalgan paytlaringiz, ochiqroq javob bering. Albatta. Qiynalgan paytlaringiz bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hattoki hozir ham masalan aytaman-da, o'zing uchun emas, mayli shu senga intilayotgan qizlar uchun, ota-onang uchun, kelajaging uchun tur o'rningda harakat qil deyman-da. Ba'zida shunaqa kuchsiz bo'lib qolaman hozirgi kungacha. Lekin o'sha o'rganganman o'zim motivatsiya berib, yana qayta oyoqqa qo'yishga. Keyin mayli duo qil, harakat qil, tur o'rningdan ishla, izlan deb o'zimga motivatsiya beraman va yana turib harakat qilib ketaman. Qiynalishlar albatta bo'lib turadi, har xil taraflama. Hayot tekis ketmaydi hech qachon. Shunisi bilan qiziq. Shu qiyinchiliklarni bardosh bilan, sabr bilan o'tishimiz kerak. Yordam so'rab borgan tashkilotlaringiz bo'lganmi? Yordam moliyaviy masala bo'yicha emas, balki mana shu qizlarimizga ozgina qo'llab-quvvatlash, ya'ni chet elga chiqqanda ham mana shu konkurslarga ularga kattaroq podдержка bo'lishi uchun davlat tashkilotlariga ko'p boramiz. Ular ham endi qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilishadi, lekin hali arzigulik podдержка bo'lgani yo'q. Kelajakda menimcha bo'ladi albatta bunisiga. Suhbatimiz avvalida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, aynan modellik sohasi O'zbekiston uchun qaysidir ma'noda yangilik. Bizda hali u qadar rivojlanmagan, bizda yetarlicha e'tibor berilmaydigan sohalardan biri. Sir emas bu. Savolim shundan iboratki, mana biz modellar bilan suhbat qildik, siz bilan qildik, Nigina Faxridinova bilan qildik va suhbatlarimizda ko'pchilik hamyurtlarimiz aynan dunyo go'zali bo'lishi yoki O'zbekiston go'zallik tanlovlarini o'tkazilishi xalqqa nima beradi degan savolni berishdi. Mana shu narsani ochiqlab o'ting. Xo'p, bo'ladi, tushunarli. Modellik sohasi ham boshqa sohalarga o'xshab, ya'ni sport, o'sha matematika bo'yicha har xil musobaqalar bo'ladi hozir, zakovatga o'xshagan har xil musobaqalar bo'ladi, shaxmatga o'xshagan musobaqalar bo'ladi. Masalan, shaxmatning ham nima foydasi bor deb men o'ylab ko'raman-da ba'zida. To'g'ri, bunda aql ishlaydi, lekin modellik, go'zallik tanlovlari ham bu ko'chadagi shunchaki chiroyli qizlar keladigan tanlovlar degani emas. Biz masalan yer go'zal tanlovida bir mavzu berilgan, ya'ni ekologiya. Mana shu ekologiya bo'yicha har bir qiz o'z loyihalarini ko'rsatib chiqdi u yerda.
o'sha ingliz tilida, ingliz tilini tushunmaydiganlar o'z tiliga tarjimon olishdi. Hammasi o'z loyihasini, prezentatsiyasini qilib ko'rsatdi va mana shu loyihalar asosida u tashkilotlar ham UNICEF, UNESCOga judayam ular bog'langan. Mana shu berilgan loyihalar asosida ekologiyamizni yaxshilashadi. Masalan, har bir konkursni o'zini yo'nalishi bor, foydasi tegadi. Ya'ni kim? Qizlar aytib o'tganimdek, shunchaki ko'chadagi go'zal qizlar emas, balki hammasini o'zini biznesi, o'zini qanaqadir yo'nalishi, hammasi oliy ma'lumotli qizlar. Judayam aqlli, kimdir buxgalteriyada zo'r natijalarga erishgan o'z davlatida, kimdir ishlab chiqarish bo'yicha yaxshi natijalarga erishgan, hammasini o'z yo'nalishi bor va judayam aqlli qizlar yig'iladi bu konkurslarga. Endi xalqqa nima beradi deydigan bo'lsak, go'zallik tanlovlarida kiyimlarni namoyish qilinmaydi asosan. Uni qiladigan o'zini professional modellar bor, kiyimlarni namoyish qiladigan. Biz mana shu go'zallik tanlovlarida har bir yili berilgan mavzu bo'yicha o'z loyihalarimiz bilan dunyoga yaxshilik keltirish. Masalan, mani bergan loyihamdagi taklifim shu bo'lganki, ekologiyani yaxshilash bo'yicha biz kattalar yoki davlat organizatsiyalari har xil o'zini yaxshi tarafga ishlarni qilishi mumkin, tozalashga, havoni tozalashga, daraxtlar ekishga, lekin yosh avlodni shu narsaga o'qitib kelishimiz kerak deb o'ylayman ko'proq. Asosan mana shu maktablarda, bog'chalarda ekologiyani yaxshilash bo'yicha, ya'ni ko'chaga musor tashlamaslik. Men judayam ko'p katta problema deb o'ylayman. Yosh bolachalar tashlab ketaveradi. Bilishmaydi ular, asosan borib shu aynan musorniy bakka tashlash kerak, shu musorda. Mana shu oddiy narsalarni o'rgatishimiz kerak bolachalarga. Bu uchun alohida bir to'garaklar tashkillash kerak. Alohida bir shu maktablarga borib, loyihalar tashkillab, ularni o'rgatib borishimiz kerak degan loyihani berdim va bu juda ham ma'qul keldi. Jyurilar tarafdan yaxshi e'tirofga ega bo'ldi. Va shunga o'xshab har bir qiz o'z loyihasini, o'z ideyasini berib keladi. Yana bir eshitgan gapim, aynan go'zallik tanlovlari o'sha davlatning moda sohasi rivojlanishiga ham sabab bo'ladi deb eshitgandim. To'g'ri, bo'lishi mumkin, lekin go'zallik tanlovlarida asosan modani rivojlantirish emas. Modani rivojlantirishga boshqa fashion weeklar bor, masalan, har bir davlatning o'zida boshqa pokazlar bor. Go'zallik tanlovlarining maqsadi asosan shu har bir o'zini yo'nalishi bo'yicha tanlab o'tish. Va g'oliba bo'lgan qizlarni ham ahamiyat bersangiz, ular qalban judayam samimiy, judayam aqlli qizlar bo'lishadi. Har bir ishtirokchi, har bir qiz va g'oliba qizlarni ham ko'rsangiz, mana shu loyihalarida qaysidir masalan onkologiya bilan kasal bo'lgan farzandlar, bolalarga yordam berish yokida qariyalarga qanaqadir yordam bergan bo'lishi mumkin o'z loyihalari bilan. Bu uchun moliyaviy boy bo'lish shart emas. Shunchaki ular shu ma'naviy o'zini bilimlari bilan hammasiga erishgan. Shahrizoda har bitta faoliyatni boshlashdan avval endi sir emas, o'zi ko'pchilikda baribir moliyaviy maqsadlar turadi. Men falon ishni amalga oshirsam, men boyib ketaman debdi. Lekin bir eshitgan shunaqa bir narsa eshitganman, bu qanchalik rost yoki yolg'on bilmayman. Aynan modellik orqasidan yoki go'zallik tanlovlari orqasidan hech qanday moliyaviy daromad ko'rilmaydi deyishadi. Nega? Kimdan eshitgansiz? Yo'q, bormi? Moliyaviy daromad ko'riladimi? Albatta. Masalan, men birinchi konkursimga qatnashib kelgandan keyin gonorarim aytaylik $50 bo'lgan bo'lsa, hozir $1000 ga chiqqan. Ya'ni yer go'zallik tanlovidan keyin har bir go'zallik tanlovidan keyin status oshadi, tajriba oshadi va modellarda ham albatta gonorari oshadi. Aynan, demak, tanlovni o'zidan mablag' orttirmasligi mumkin, lekin o'sha tanlovdagi ishtiroki, uni reklamalari ko'payishiga sabab bo'ladi. Shunaqa. Lekin tanlovda g'olib bo'lgan qizlar ham katta summada, summa demaylik, mayli, summa O'zbekistonda katta daromad olishadi. G'olib bo'lgan qizlar. G'olib bo'lmagan qizlarga ham har xil brend tashkilotlardan takliflar tushadi. Ya'ni ularga brend face bo'lib ishlashga, syomkalarga qatnashib berishga. Endi bu omadga ham bog'liq bir tarafdan.
Lekin albatta foydasi bor. Agar foydasi bo'lmaganda shuncha yildan beri shuncha go'zallik tanlovlar o'tkazilib kelmasdi. Shunchaki bizni O'zbekistonda hali bu narsa rivojlanmagan.